shogird Christmas kuni nimaga bu uyga keldik? Endi bu uy qo'ldan boy bersak bo'lmasdi, to'g'risi Husn aka. Klientlarni o'ylaymiz-ku, bilasiz. Barakalla, otangga rahmat. Bu uyimiz 1960-yil qurilganiga qaramasdan yangi remontlari bor. Maktab reytingi bo'lsa neshamli va lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Samarqand Steakhouse asr marketlardan 5 minut, 10 minutli yo'lga joylashgan uy. Tomlari ham zo'r ekan, 5 ta xona, 3 ta vannasi bor, katta oilalarga ham zo'r. Kelib hozir obzor qilamiz. Qani ketdik. Do'stlar, uyimizga marhamat. Mana kirib kelishinglar bilan chap qo'lda bizda garderob, bu yoqqa zontik o'zimizdan kiyimlarni ilib qo'ysa bo'ladi va orqamizda laundry xonasi. Va bunoq kelaversanglar, bu yoqda fireplace va living room, kattagina living room joylashgan. Uni orqasida bo'lsa yana kichkinaroq bitta living room va chapda dush va tualetni joylashgan. Koridorda mana mehmonxonaga chiqyapmiz. Mana bay windowni ko'ryapsizlar, gullar qo'yib qo'ysa bo'ladi. Tokchalariga hamma yog'i освещениялар juda ham zo'r. Fasadlarga e'tibor beringlar. Shunaqa zo'r qilingan. Bu yer dining bo'lyapti. Dining mana kitchenga ulanib ketgan orolchamiz bor. Mana bunaqa kvarts toshlari bilan 36 inchlik katta kabinetlar, hamma appliance bitovoy texnikalari yangi. Boy, is this great! Bu bo'lsa mana family room bo'lyapti. Bu ham juda ham katta. Mana bunaqa zo'r fasadlar, mana bunaqa zo'r toshlar qilingan. Bu yoqda bo'lsa mana bekardimiz. Ha do'stlar, mana bunaqa chiroyli dekda o'tirib kofe ichish hammaga ham yoqsa kerak. Ko'rib turibsizlar, bekardlari ham juda ham katta. Xohlagan ideyalarni qilsa bo'ladi. Bolalar uchun o'yingohmi, xohlasanglar basseyn qurib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'ng tomonimizda ham juda ham katta, u tomonda shedimiz joylashgan. Xullas juda ham katta va chinamgina bizda bekard. Hozir qani ketdik, tepasini ham bir ko'rib chiqamiz. Yuqori qavatiga chiqdik va bu qavatimizda bizda bitta dush, tualetlari bilan ko'rsatishingiz mumkin. Qanaqa dizaynlari chiroyli. Va undan tashqari 3 ta detskiy xonamiz bor. Mana chapdagi ikkitasi sal razmer jihatidan kichkinaroq, lekin mana bunisi bo'lsa anchagina kattaroq. Bu esa mana 3-qavatimiz. Chiqsanglar, bu yoqda 2 ta xonamiz bor. Bu juda ham razmerlari yaxshi, detskiy, kichkina chaqaloqcha bo'lsa bu yoqqa qo'yishlaringiz mumkin. Bu bo'lsa mana bu eshik bilan yopib qo'yadigan masterimiz. Bu yoqda ham kladovka bor, bu yoqda ham ikkita kladovka bor. Vannasiga o'zlaringiz baho berasizlar. Juda ham zo'r kafellar tanlangan, 2 talik rakvina qo'yilgan. Gap bo'lishi mumkin emas. Masterda o'zi ham razmerlari zo'r, mana bunaqa zo'r fasadlar qilingan. Bir emas, 3 ta oyna bor, quyosh nuri xohlagancha kiradi va eng zo'r tomoni masterimizda mana bunaqa o'zini balkonchasi bor. Ertalab turib, bitta sigaret chekib, hayot haqida o'ylasanglar bo'ladi.